Otaning bolaga baqirishi onaning baqirishidan ancha yomonroq. Ona baqirganda ko'pincha bola bilan munosabatlari tiklanadi, ammo otasi baqirganda bu farzand bilan butun umr qolishi mumkin. Bola uchun ota bu kuch va himoya ramzi. Agar shu kuch baqira boshlasa, bola qo'rqib tayanchni yo'qotadi. Bola xafa bo'lmaydi, u baqirayotgan shaxsdan qo'rqa boshlaydi va uzoqlashadi. Ota bolaga his-tuyg'ular bilan qanday kurashishni o'rgatar ekan. Agar baqirish otaning o'z hissiyotlarini boshqarish usuli bo'lsa, bola buni me'yor deb qabul qiladi. Bolaligida bilinmasligi mumkin, lekin o'smirlik davrida boshqalarga isyonkorlik yoki laganbardorlik sifatida namoyon bo'ladi. Bu xarakterga aylanib, qariganicha qolishi mumkin. Shu uchun otalar, agar haqiqatdan farzandingizni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, og'ir bo'ling. Ovozingizni balandligi bilan emas, o'z harakatlaringiz bilan ibrat bo'ling. Haqiqiy ota roli bu ustunlik yoki qo'rqitish emas, balki bolani his-tuyg'ularini o'zingizni misolingiz orqali o'rgatadigan ibratdir.